Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bizni Qorasuv rayonidagi kommunizm degan joyda mana pechkamiz bitdi. Pechkamiz 2 etajli istadi, bez, parovoy, отопление, 4 ta xonani. Uy qurishdan oldin bizdan pechkani proyektini so'rasanglar, moslab proyektini qilib beramiz. 6 ta xonagacha istadi, 2 etaj bo'lsa. Bez, parovoy, отопление. Mana qilib ovqat qilganda mana ovqatini hidini, parini olib chiqib ketadi. Bunaqa tortmasi bor. Eshik tozalaydigan очистной eshigi, oldilariga gullar mana mana ko'rinib turgan to'rtburchak joydan mana ovqat hidini tortib olib chiqib ketadi. Pechkamizni suratlari Telegram kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Stroy Story deb mana maydan 2-etajiga chiqib hozir ko'rsatamiz. Mana 2-etaji manaqa bir tomoni bunaqa temir, mana temir issiq, qo'lni kuydiradi. Temirlari ham termostoyka kraskada kraskalanadi. Va ichkari tomonda ham xuddi shunaqa mana temiri bor. Katta zalida ham shu xonalarda bemalol isitishga kuchi yetadi. Orqa tomoni ham mana temir lis bo'ldi. Mana bitta eshigini qo'ydim tozalaydigan. Akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, like bosib turasizlar. Kanalimizga obuna bo'lasizlar.